Men va sen sarguzashtlari 2-qism. Onaxonning sog'inchi. Men ertasi kuni ko'chada ketayotib, kechagi uzr so'ragan onaxonni uchratib qoldi. Darhol salom berdi. Onaxonning qo'lidan kichkina paketini oldi va uyigacha kuzatib qo'yishga ahd qildi. Yo'l-yo'lakay onaxon men bilan suhbatlashib ketdi. Bolalarimning har biri o'z oilasi bilan yashaydi. Ba'zilari uzoqda ishlaydi. Vaqti bilan qo'ng'iroq qilishadi. Pul ham yuborib turishadi. Lekin baribir farzandning diydori boshqacha bo'lar ekan. Ularni juda sog'inaman. Onaxonning bu gaplari menga juda qattiq ta'sir qildi. Kechki nonushtadan so'ng yana o'sha o'rindiqqa chiqib o'tirdi. Shu on yonida Sen bobo paydo bo'ldi. Men hayajon bilan bo'lgan voqea va suhbatlarni boboga gapirib berdi. Sen bobo diqqat bilan tingladi. Men bugun onaxonning og'irini yengil qilibsan. Eng muhimi, uning ko'nglini ko'taribsan, deb uning boshini siladi. Lekin sen bobo, onaxonga juda rahmim keldi, deb gapida davom etdi men. Bolalarni qattiq sog'inarkan. Sen bobo boshini irg'adi. Ha, bolam. Pul bilan ko'p narsani sotib olish mumkin. Lekin mehrni, sog'inchni va diydorni pulga sotib olib bo'lmaydi. Men jim bo'lib qoldi. Yana bir muhim gapni aytaymi? Ayting bobo. Ota-onaning duosi xuddi ekinga quyilgan suvga o'xshaydi. Suv quyilgan ekin qanday yashnasa, ota-onasining duosini olgan farzandning hayoti ham shunday yashnaydi. Men uzoq o'ylanib qoldi. Uyga kirgach, ota-onasiga tikilib qaradi. U ota-onasiga anglab yetgan hammasini gapirib bergisi kelar edi. Lekin ular o'z ishlari bilan band edi. U o'z xayollari bilan yolg'iz qoldi. Yuvinib chiqdi, tishlarini yuvdi va ertasi kuni ertalabdan oromgohga ketishi kerakligi esiga tushdi. Ota-onasiga xayrli tun tilab yotog'i tomon ketdi. Onaxon va Sen bobo bilan bo'lgan suhbatlarni ota-onasi bilan bo'lasha olmaganidan ranjidi. U uxlab qoldi. Tushida shu voqealarni do'stlariga aytib berardi. Aziz bolajonlar, siz ham uning savollariga javob izlab ko'ring-chi. Fikrlaringizni ota-onangiz bilan kommentariyada qoldiring. Do'stlar, men nimalarni o'ylayotgan bo'lishim mumkin? Qanday o'ylaysiz? Ertaga meni qanaqa sarguzashtlar kutayotgan bo'lishi mumkin? Axir ertaga bolalar uchun ochilgan yozgi oromgohga ketadigan kunim. Bolajonlar, mening savollarini diqqat bilan yana bir marta ota-onangiz bilan birgalikda o'qib ko'ring. Mazmuniga loyiq